Bizda bugun 22-potok hajomalik kursini tugatib, sertifikatlarimizni oldik. Hammamiz juda ham xursandmiz. Shaxsan men o'zim Buxorodan kelib, Dilshodapan kurslarida o'qidim. Juda ham xursandman. Oldiniga oilamdagilar sal qarshi bo'lishdi. Baribir hamma hajomalar bir xil olaver deyishdi. Men Dilshodapan o'zlaridan hajoma olib, oyim bilan kelganlarimda, oyim shaxsan o'zlari Dilshodapan bilan suhbatlashib, ularni yaxshi ko'rib qoldilar. Shundan keyin ko'ndirishim sal oson bo'lmadi. Shundan keyin Dilshodapan ko'rganlaridan keyin o'zlari yaxshi ko'rib qolib, rozi bo'lishdi. Bu sunnat amal ekanligi uchun juda ham ishsiz, og'riqsiz qilib o'rganib oldik. Hammamiz xursandmiz. Moddiy tarafdan sal qiynalib, baribir tushuntirib, shunaqa ba'zi narsalarni sotib kelgan qizlar ham hech ham afsuslanmadi. Men o'zim ham shunaqa tillarni sotib keldim, lekin afsuslanmayman. Inshaalloh kelinglar, men tavsiya qilaman Dilshodapan kurslarini. Dilshodapaga alohida katta rahmat. Alloh ulardan rozi bo'lsin.